Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Muhtaram azizlar, bugun bizning aqida tahoviyaga ham asr bo'lgan salafiylar va ash'ari va maturidiylar o'rtasidagi xilofni bayon qilib kelayotgan edik. Shundan xomisan tahlil va naqd degan joyga yetib kelgan edik. Ya'ni bu gaplarni Allohning hayot sifatini tahlil qilishlik va tanqid qilishlik bobi. باستقراء ما سردناه من أقوال السلفية المعاصرة والمتكلمين حول ما جاء عن حياته تعالى يتضح لنا أنه لا خلاف بين السلفية المعاصرة والمتكلمين في إثباتهم لحياته تعالى. Biz keltirgan narsalarimizni chuqur o'rganib qarab, ham asr bo'lgan salafiylar gapi bilan ash'ari va maturidiylarning o'rtasini o'rganganimizda, ular Allohning hayoti to'g'risida, ya'ni Allohning tirik zot ekanligi to'g'risida kelgan narsalar atrofini qarasak, bizga salafiy ham asr bo'lgan salafiylar bilan va ash'ari va maturidiylarning o'rtasidagi xilofni biz ochiq ko'rmaymiz. Ya'ni Allohning tirik zot ekanligida hammasi ittifoq. Fi isbatim li hayatihi ta'ala, Alloh taoloning hayot ekanligiga isbot qilishida. Va in zadal mutakallimuna adda hadhihi sifata min sifatil maani. Garchi ash'ari va maturidiylar bu Allohning hayot sifatini Allohning maoni sifatlaridan deb sanagan bo'lsa ham, ya'ni o'ziga ma'no ega bo'lgan sifatlardan. Fi hini lam yaltazim rijal salafiyat muasirati bi hada taqsim, bir vaqtdagi ham asr bo'lgan salafiylar bu taqsimga rozi bo'lmagan edi. Bu taqsimni lozim tutmagan edi. Lakin ala kulli halin faqat ittafaqal fariqani ala anna Alloh taala hayyun la yamut qayyumun la yanam. Lekin har bir holatda ham ular ittifoq bo'lishdiki, salafiylar bilan ash'ari va maturidiylar ittifoq bo'lishdilarki, Alloh taolo tirik zot ekan, o'lmaydigan va Alloh taolo boshqalarni boshqarib turadigan zotdir, uxlamaydigan, uxlamasdan boshqarib turadi. Va anna dalila kawnihi hayyan huwa kawnuhu taala aliman, qodiran, muridan. Alloh taoloning tirik zot ekanligiga dalil Allohning olim bo'lishligi, qodir bo'lishligi va Alloh xohlovchi bo'luvchi ekanligi bu dalil bo'ladi dedi. Iz yastahillu kawnul alamil qodiril murid ghayru hayyin. Chunki bir zot olim bo'lsa-yu, qodir bo'lsa-yu, tirik bo'lsa-yu, xohlovchi bo'lsa-yu, tirik bo'lmasa befoyda u, maholdir bu ishlar. Ya'ni tirik bo'lgan zotgina olim, qodir, xohlovchi bo'ladi. فقد جاء في الشروح السلفية للعقيدة التحوية أن صفة الحياة هي أصل اتصاف بكل صفات الكمال. Salafiylarning sharhlarida keltirildiki, Imom Tahoviyga ning aqidasiga yozgan sharhlarida keltirgan edi. Allohning hayot sifati u kamol sifatlardan har biriga bog'langan, sifatlangan narsaning aslidir. Ya'ni Alloh taolo tirik bo'lsagina boshqa narsalar Allohga qo'shilib turar edi, izofa qilinardi. Rojihi aytadiki, fasifatul hayati tarji'u ilaha jami'u sifatil af'al. Hayot sifati Allohning tirik sifatiga fe'li sifatlarning hammasi kirib qaytadi dedi. Alloh taolo Rob taolo, ya'ni butun koinotni yaratuvchi yoki badi', ya'ni yoki sani', har bir Allohning sifatlari, fe'li sifatlari mana shu tirik zot degan zotiga sifatga qaytadi. Va la takhallafu anha illa lidofil hayati. Bunga hayotning zaifligi sababli qaytmasligi mumkin. Bu hayotning zaifligi bu insonlardadir, Allohda emas. Vallohu taala lahul hayatul kamila. Alloh taolo uchun to'liq komil hayot bordir. Fa jami'u sifatil kamal taju ilaha. Allohning kamol sifatining barchasi hayot sifatiga, Allohning tirik zot ekanligiga qaytadi. وكذلك جاء في شروح الكلامية الاستدلال على صفة الحياة عقلا ونقلا بقوله تعالى. وخود shuningdek kalomiy, ya'ni dalil keltirishlik kalomiy sharhlarda ham keltirildiki, hayot sifatining bor ekanligiga aqlan va naqlan ham, aqli dalillarni ham keltirdi, oyat va hadislardan ham keltirdi. Alloh taoloning so'zi sababliki, astagfirullah, Allohul ja'ala lakum al-arda qararan was-samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum
ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. G'ofir surasining 64-65 oyatida Alloh taolo aytadiki, astagfirullah, Alloh sizlarga yerni qaror qilib yaratdi, qaror qilib berdi Alloh. Yer ko'tarib tashlaydigan bo'lmadi odamni. Yerni chopsa, og'darsa, yer jahl qilib odamni yerni ostiga tiqib yuboradigan qilmadi. Yer odamga bo'ysunuvchi bo'ldi. Osmonni esa bino qildi Alloh. Biron bir ustunsiz yoki biron bir narsaga aloqasi yo'q qilib Alloh taolo bino qildi, yumaloq qilib. Va savvarakum, sizlarni suratladi. Ya'ni suratlaringni berdi sizlarga, fa ahsana surakum, suratlaringni chiroyli qildi. Boshqa hayvonotlarga qarang, hayvonlarga qarang. Hech qaysi insondek chiroyli emas. Inson qaddi qomatlik, chiroyli suratda Alloh yaratdi insonni. Bu ham insonlarga katta yaxshilik edi. Va razaqakum minat toyibat, yana Alloh taolo xushbo'y narsalardan sizlarni rizqlantirdi. Dunyodagi barcha xushbo'ylar odamga rizq. Alloh odamga barcha shirin narsalarni va xushbo'y bo'lgan narsalarni rizq qilib berdi. Zalikumulloh robbukum, mana sizlarning Rob taolo bo'lgan Robbilaringiz Allohdir mana. Alloh insonni shunchalik aziz qilib yaratdi, insondan boshqa barcha hayvonlar Allohning bor va bir ekanligini tan oladi. Inson ichidan Allohni inkor qilib chiqadigan, Allohni yo'q deydiganlar chiqdi. Eng chiroyli inson bo'lib, eng go'zal narsalarni yeydigan inson bo'lib, Allohni inkor qiladigan bo'ldi. Fatabarakallohu robbul alamin, olamlarni Robbisi bo'lgan Alloh muboraklik zotdir. Alloh shunchalik kofirlarga ham ne'matini quyib berdi-da, sabr qilib kutib turdi to dunyodan vafot etgunga qadar. Dunyodan vafot etgandan keyin kofir holatda o'lsa, keyin sho'ri quridi uni. Huval hayyul la ilaha illahu, Alloh tirik zotdir. Allohdan o'zga iloh yo'q, bironta ham iloh yo'q. Fad'uhu mukhlisina lahuddin, Allohga dinida xolis bo'lgan holatda duo qilinglar, ibodat qilinglar. Allohga dinda ixlos bilan ibodat qilishga Alloh buyurdi. Chunki ixlosning mas'uliyati juda katta. Alhamdulillahi robbil alamin, olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga hamd sanolar bo'lsin, hamdlar bo'lsin. Fakunullohi hayyan varada fil Qur'ani va sunnati. Allohning hay sifati, ya'ni tirik zot bo'lishligi Qur'onda va sunnatda ham kelgan. Wal adillatu ala zalika kathiratun. Bunga dalillar juda ko'pdir. Wal aqlu yujibu kawnal kholiqi li hadal alami hayyan la yanam, hayyan la mayitan. Va aql esa olamni, bu olamni yaratuvchi zot tirik ekanligini vojib deb biladi, u o'lmaydigan tirik ekanligini. Aql ham ko'taradi Allohning bor va birligini. Aqlsiz bo'lgan kishilargina Allohni tan olmaydi. Ular fikr egasi deyiladi, aql egasi deyilmaydi. Allohni tan olmaydiganlar. Fakullu dalilin dalla ala ilmillahi taala. Har bir dalolatki Allohning ilmiga dalil bo'ladi va Allohning qudratiga va irodasiga dalil bo'ladi. Demak, har bir narsa Alloh odamlarni yaratganligi, koinotni yaratganligi, bular Allohning ilmiga va qudratiga va irodasiga dalil bo'ladi. Alloh insonni yaratdi, inson a'zosini qanchalik mukammal qilib yaratganligini hali tabobat o'rganib chiqa olmayapti. Shunchalik murakkab yaralgan odamni Alloh kelajagini nima qilishini bilmaydimi? Albatta biladi. Fahu bi'aynihi dallun ala anna Alloh taala hayyun. Bu esa aynan o'zi Alloh taoloning tirik zot ekanligiga dalolat qiluvchidir. Demak, Alloh tirikmi ekan? Mana shu narsalarni qilib beradi. Listiholati alimin muridin qodirin g'ayri hayyin. Olim, xohlovchi, qodir zotni tirik emas ekanligi maholdir. Shuning uchun tirik zotdir bu. Vaqt allaqa Shayx Said Fuda ala qawli Tahawi fi haqqihi ta'ala. Shayx Said Fuda, ya'ni Shayx Abdullatif Said Fuda Imom Tahoviyning Allohning haqidagi aytgan gapiga ta'liq yozdilarki,
la yamut degan. Imom Tahoviy o'lmaydi Alloh degan edi. Faqala va qalahu la yamut. Aytdilarki, Allohning o'lmaydi degan Imom Tahoviyning gapi tafsilun va tamyizul li hayyin. Tirik zot ekanligiga tafsildir va ajratib berishlik tamyizidir. Alloh ajratib berdi, bo'ldi. Imom Tahoviy ajratib berdi. Allohni o'lmaydi deb. Lannal ahya'a tamutu illalloh. Subhanallah. Chunki tirik zotlarning barchasi dunyodan vafot etadi, lekin Allohdan o'zga. Alloh o'lmaydigan zotdir. Fa huwa hayyul la yamut. Alloh tirik zotdir, o'lmaydigan tirik zotdir. Va hakaza fal fariqani muttafiqani ala wasfillahi ta'ala bil hayati. Xuddi shuningdek ikkita firqa, ya'ni salafiylar hamda ashari va moturidi firqalari, ular Alloh taoloni hayot sifati bilan sifatlanishga ittifoq kelishdilar. Allohga hamdlar bo'lsin, ittifoq kelishgan joylari ham bo'ldi. Lekin salafiylar doim qachon qarasangiz aqida, Imom Tahoviyning aqidasini o'zlariga qarab burib sharhlaydigan odat chiqarib olgan. Lekin hayot sifatini ular bura ola olmadi. Va anna hayatahu ta'ala min zatihi fa huwa al-hayyul ladzi la yamut. Chunki Alloh taoloning hayoti o'zining zotidandir. Alloh o'z zoti bilan tirikdir. Biz avvalda ham aytgan edikki, ruhi bilan emas. Odamlar ruh bilan tirikdir, zoti bilan emas. Alloh o'z zotida tirikdir. Ya'ni zotida deyishligi Allohda ruh bor, jasad bor deyilmaydi. İnsonga ruh kirishligi bilan inson tirildi. Ruh chiqib ketishligi bilan dunyodan vafot etadi odam. Allohda esa o'z zoti bilan tirik Alloh. Ruh degan narsalar Allohda ruh, jasad degan narsalar ishlatilmaydi. Fa huwal hayyul ladzi la yamut. Alloh o'lmaydigan tirik zotdir. Fal kullu muttafiqun ala anna Alloh taala huval hayyul qayyum. Har bir firqa ham, ya'ni ashari va moturidiylar ham asr bo'lgan salafiylar ham Alloh taoloning tirik va qoyyum zot ekanligiga ittifoq kelishdilar. Al-mabhasul xomis 5-bahsimiz sifatul kalom. Allohning kalom sifati. Ya'ni Alloh taolo bizga gapirib berganligi, Qur'onni bizga tushirganligi, Musa alayhisalomga gapirganligi, bu haqda juda ko'p gaplar bor. Tarixda qancha odamlar tig' ko'targan bir-biriga kalom haqida. Sifatul kalami min ahammi qadoya ilmil kalom. Allohning kalom sifati kalom ilmini hukmlarining eng muhimlaridandir. Va min akhtaril masail allati ikhtalafat hawlaha al-firaqul islamiyya. Bu eng katta masalalarning xatarlaridandir. Uning atrofida islomiy firqalar ixtilof qilishgandi. Ixtilof hammasi kalom sifatida ko'p ixtiloflar qilishdi. Hatto qila inna ilmal kalam summa bi hadzal ism nisbatan ila maslahati kalamillahi ta'ala. Hattoki ilmi kalom deyishligi mana shu ism bilan sifatlandi, Allohning kalomining masalasiga nisbat berishlik bilan. Mana bu kalom ilmidir. Bu ilm to'g'ridir, bundan boshqasi noto'g'ridir deb ilmi kalom deb ham ismlandi. Ilmi kalom deyishida bir qancha ismlar bor. Shu ismlardan biri mana shu gapdagina qolishligimiz kerak degan gapni ushladilar. Shu gapni kalom ilmida qolishimiz kerak deb ismladilar ular. Shu ism bilan qolganligi ham ilm kalom deb ismlanishligidir. Haysu kasral jadalu fiha. Janjallar bu to'g'risida ko'payib ketgan edi. Va qomat bisababiha munafasat, munovashat. Janglar bu sababli qoyim bo'ldi. Va zaharat bisababiha mihanun li ba'd salaf. Ba'zi salaf solihinlarga shu sababli mehnat, mashaqqatlar zohir bo'ldi. Kama hadasa lil Imom Ahmad ibn Hanbal. Xuddiki Imom Ahmad ibn Hanbalga zohir bo'lgani kabi. Paydo bo'lgani kabi. Fima urifa bi mihnati xalqul Qur'an. Qur'onni maxluq deyishlik mehnati bilan tanilgan narsalarda. Imom Ahmad zamonida Mu'tazilalar xalifani egallab qo'ygan edi. Xalifani ham ishontirib qo'ygan edi. Xalifani Imom Ahmad Allohning kalomini maxluq deyishiga xalifaga ko'p tushuntirdi, maxluq desin deb. Agar Imom Ahmad Allohning kalomini maxluq desa, butun ahli sunnat va jamoaga ta'sir o'tib ketardi. Imom Ahmadgina faqat Allohning kalomi maxluq emas deb turdi. Boshqa uning sherigi Yahyo ibn Ma'in maxluq deb yubordi. Odamlar sen nega maxluq deyapsan deganda, meni Imom Ahmaddek salobatli iymonim yo'q degan.
ochiqni aytgan. Vaqtalafatil firaqu havla kalamillahi ta'ala hal huwa qadimun am hadisun. Firqalar Allohning kalomi atrofida u Allohning kalomi qadim sifatimi yoki keyin paydo bo'lgan sifatimi deb ixtilof qilishdilar. Va hal huwa kalamun nafsiyun aw lafziyun. U nafsiy kalommi yoki lafziy kalommi deb ham ixtilof qilishdilar. Ya'ni nafsiy kalom odam o'zini ichida bir kalomni bekitsa, kalomni qalbiga tushirsa nafsiy bo'ladi. Lafziy degani shu narsani tilga chiqarib gapirsa lafziy bo'ladi. Lafz bilan aytgan bo'ladi. Allohga ham shuni mulhaq qilamizmi yo qilmaymizmi degan ixtiloflar bo'ldi. Va hal huwa qoimun bizoti am bighayriha. Kalom Allohning kalomi Allohning zoti bilan qoyim bo'lib turadimi yoki boshqasida qoyim bo'ladimi dedi. Allohning zotida qoyim bo'ladimi deyishligi hayot singari. Allohning kalomi ham Allohning zotida qoyim bo'ladi, xuddi shunday. Yoki Allohdan boshqada qoyim bo'ladimi? Ya'ni Alloh boshqada kalomini yaratadimi degan janjallar paydo bo'ldi. Va hal huwa sifatun zotiyatun am sifatun fe'liyatun. U zotiy sifatmi yoki fe'liy sifatmi dedi. Allohning zotiy sifati bo'lsa, Allohning o'zida kalom qoyim bo'lishligi, fe'liy sifat bo'lsa boshqa daraxtlarda yoki boshqa narsalarda Alloh paydo qilishligini fe'liy sifat bo'ladi deb aytishdi. Ila g'orzaliki bundan boshqa janjallardan. Va safa natanawwaluha ala nahvi tali biz buni qo'yidagicha olamiz dedilar. Tarifu sifatil kalami lughatan va istilohan va dalilu subutiha lillahi subhanahu. Allohning kalom sifati, ya'ni Allohning emas, kalomning sifati lug'atda nima deyiladi va istilohda nima deyiladi va uning Allohga sobit bo'lishi dalillari. Ikkinchisi, bayonu kayfa aradal Imom Tahoviy rahimahulloh li sifatil kalam. Imom Tahoviy Allohning kalom sifatini qanday bizga arz qilib berdilar. Uchinchi, bayonu kayfa aradaha rijalu salafiyati al-mu'asirati va kayfa fahimu kalam at-Tahoviy fima yata'allaqu biha. Salafi ham asr bo'lgan salafiy kishilar qanday qilib bizga Imom Tahoviyni kalom sifatini arz qildi va Imom Tahoviy nima deganligini qanday tushunganligi haqida bayon bo'ladi. 4-bayonimiz bayonu kayfa aradaha al-mutakallimun va kayfa fahimu kalam at-Tahoviy fima yata'allaqu biha. Ash'ari va Maturidiylar buni qanday arz qildi bizga va Imom Tahoviyning gapini unga taalluqli bo'lgan narsalarda qanday tushundilar. Mana shundan biz boshlaymiz inshaalloh. Keyin 5-tahlil va naqd, bu gaplarni tahlil qilishlik va tanqid qilishlik bobidan davom ettiramiz inshaalloh. Shunday qilib bugun biz darsimizga yakun yasadik. Keyingi darsimizni avvalan tarifu sifatil kalami lughatan va istilohan va dalilu subutiha lillahi subhanahu deb davom ettiramiz. Va sallallohu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in.